Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anlatildi. Ko'pchilik dedi oxiri kak soqol, o'ruq, tili o'tkir odam o'zbekcha so'zlab. Xudo yarmu, Ablayxonmu dono emasdi. Yurtni yurt o'zi so'raydi. Inqilob g'alba qilsa, inqilob o'zi bizga dohi sardor. Amir sultonlarni ko'rsatib berdi. Bayroqning rangi bo'ladigan amirning nomi amallarini istiqol g'albisidan keyin talishimiz dexe. Unutmaydi, bizning maqsad birligi nima? Hozirgi chirik zolim hukumatni og'dirish. Buningga hech kim qarshi emas, qo'dayman. Albatta qarshi emas. Hozirgi gap har birimiz nimalarni qila olamiz, shuni deyshayli. Jang maydoniga har birimiz bormaymiz, qo'limizdan kelmaydi. Qo'limizdan keladigan bizning maqsadlarimiz uchun jinni ato qiladigan yosh azmatlarni qo'zg'ash, qo'li qurol tutqizish. Ularga madad berib jangga otlantirish. Men qila oladigan ishni dapaqay. Men yosh emasman, ammo miltiq ata olayman. Qalti chapa olayman. Allah Taala taborak g'azot qilolmagan musulmon mening sodiq bandam emas degan. Men sodiq band ekanligimni isbotlayman. Jinim g'azotga tikildi. Qo'limga qandoq qurol chiqsa, shuning bilan dushmanga yetiraman. O'lsam sher, qolsam g'ozi. U Qur'onni egiz ko'tarib, har bir so'zini donima-dona qilib, jarangli ovoz bilan qasam berdi. Men Allah Taala taborakning sodiq quli. Ben onun buyrug'iga shartsiz bo'ysunaman. Musulmonlar Xudoning qulları qarinlayotgan bo'zimida istiqol qilib zalolatni gum qilish istigini egam o'zi dilimga soldi. Mening jinim istiqolga mansub. Nom manfaat, yuqori tuvanlik talashmayman. Jinimni, qo'limdagi 20 sar oltinimni, yana 2 o'g'limni istiqolonga otidib, bir haftagacha o'zimga o'xshash g'azot ahlidan yuzni tayyorlash qasam beraman. Yiqilsam o'ngda yotaman, hargiz dumbamga o'xtigadigan ishni qilmayman. Uyda o'tirishganlar durrida o'rindan turdi. Ular hayajonlangan, jiddiylashgan, qat'iy edi. Men Soyibxon Anvar Musaboyev istiqol uchun jinimni otidim. Zavodga 200 ishchi o'quvchini birdan miltiq 100 tadın o'q bilan qurollantirib g'azot yo'l tayyorman. Undan sir jang uchun 300 tuyoq jang eti egar jabdiqi bilan askarlar uchun 500 kishilik qishliq kiyim-kechak tayyorlayman. 30 ming tuyoq qo'y, 1000 sar oltin otidim. Men Solijonboy 1000 sar oltin, 20 ming tuyoq qo'y. Jinim doim olqinimda, o'g'illarim 20 nafar xizmatchim atil qo'llari qurol oladi. Undan sir 40 nafar fidoi tayyorlayman. Men Rahimjon Sobir Hojiyev cho'ngboy emas, lekin istiqol yo'lidagi muhojatman. Hozirdan boshlab qasam beraman, borliqim inqilobga mansub. Kichik savdogar bo'lsam-mu 500 sar otidib. Men mutaoli xalqat masjidga xalq tashviq qilib 1000 sar oltin, 100 mujohid, 200 jang eti tayyorlayman. Jinim istiqol olg'a mansub. Terak mozordagi qo'ruv joyim hozirdan boshlab inqilob uchun taqdim qilindi. Odamlar orqa-orqadan turishib, o'zlarining jini va otg'anlarini dasturxonga tashlashdi. Ular o'zligidanlar bu xayrli kishining besh qilib Elixon To'ramni, ikkinchi rahbariga askarlarning butun oshliqini ustiga olgan Hekimba Xo'jamni bekitib, tashkilotning qurilganligini e'lon qilishdi. Bilqut xazinasi mallarni chegaraga yo'shirin opirib qurolga almashtirish, fidoilarni yo'shirin yig'ib tarbiyalash, ularga jang yo'lini biladigan, qurol mahorati yuqori ruslardan ishonchli komandirlarni bekitishga o'xshash konkret ishlarga optirib mahzun. Rahimjon Sobir Hojiyev, Anvar Musaboyevning bosh masteri zonun tiplarni bekitdi. Ular kelar haftaning juma kuni mutaoli xalqtimning uyiga yig'ilishga keladi. Ho'sharlikni alohida ta'kidlashdi.
xoinlardan hushyor bo'lish, har bir qadamni avaylab besish, xoinlik sezilsa darhol uni o'ltirib etish bugungi ishni Aleksandrov Majarov degan ruslarga va Sovet konsuliga yetkazishni Rahimjon bilan Anvar apandiga topshirishdi. Ular birdan ishkidan chiqib, kalaskalarga o'ltirib, xubdan tarava o'qish uchun o'z mahallasidagi masjidxonaga minishdi. Mana Hekimba xo'jam bilan mutaoli xalpitim bugungi taravadan to'liq xushal edi. Xo'jam darvozaga kelganda Xalpitim, yursizlar. Uyda birdam o'ltirsalar, xizmatchilar opirib qo'ydi. Devidi xalpitimning yenidili biri. Biz xo'jam avar bo'lmasalar, dedi. Bu heliqi Qashqardan qochib chiqqan xalpitimning himoyasiga erishgan musofir edi. Sen kim bo'lasan? Bu bir musofir, ishonchlik yigit xo'jam. Kecha jimjitliqi xalpitimga rohat beg'ishlaydi. U o'zining kitoblari bilan to'lgan cho'ng xonasida ko'rib ustida yukinib o'tirib elib, kichkina shira ustiga qo'yilgan kitobni butun zehni bilan o'qiydi. Mana uning oldida Xamisa. U 5 dastonni yodiqi degidek biladi. Uning bugun nemishqidir Sadda Iskandarni o'qig'isi keldi. Yajuj majuylardan mudofaa ko'rish uchun so'qilgan Iskandar sepilini nima uchundir u seg'inib qolganini u o'zimi bilmaydi. Inson yashash uchun mudofaanish zarur ekan. Islom falsafasidagi yashamoq degan so'z mudofaani o'z ichiga olishi kerak. Jonni mudofaa qilamdi yoki manfaatnimi? Jon manfaatning oliy shaklimi? Yo'q. Bugun qasam ichganlar jonlarini xalqning manfaati uchun tikladi. Ajab bu gap xo'jamning og'zidan birinchi bo'lib chiqmay, Elixon to'rining og'zidan chiqdi. Meli barlar mal, meli yo'qlar jon atish kerak degan so'zdan mol jondan aziz degan ma'no chiqmadi. Xalqning yurtning beshiga eg'ir kun kelganda mol dunyo bilan jonni ataganlar albatta jannatda bo'la oladi. Acaba mal bilan jonni qo'g'dab qolganlar jinini olqiniga olganlardan aziz bo'lib o'tadi. Uning savollari ko'p. Bir yip tizilmagan, chechilib ketgan marjondek. Lekin fikr durdonalari bir dasturxonga to'kilgan. Bu dasturxon bugungi iftor. Bo'lingda o'tirgan 3 seriq chash o'rusmi, no'g'aymi? Anvar apandi eng ishonchlik fikr birlik bar mehmonlar demagan bo'lsa, xo'jam ularni iftordan chiqarib etadi. Ular gapmi qilmadi, qasamlashmadi, angladi. Har birimiz bilan ching-ching qo'l siqishib ko'rishdi. Ular kim? Balki G'azot Darmelkichin dostonidagi Ahmad Sinoko'z. Mahmud Po'chadek odamlardo yoki bizga kelgusida pasha bo'ladiganlardir. Gapni biz qilamiz, planni biz tuzimiz. Jon beradiganlar namratlar. Ular o'lsak shahid, qolsak g'ozi. G'ozi bo'lsak yana namrat, yalon to'sh bo'ladi ekanmiz. Shahid bo'lgan yaxshigan deb o'ylashibdi. Aytilayotgan o'q ko'kirgini to'g'rilab olg'a meni beradi. Bir ig'iz cho'ng gap. Katta gap ularning og'zidan chiqmaydi. Chiqsa birla aziz jini chiqadi shu. Dushman degan mana shulardan qo'rqadi. Ular jon beradi. Biz qalbiga ega bo'lamiz. Tek qurilmagan hokimiyatni talishimiz. Aramizdan birmi odam chiqib, yo'qsullardan mo pasha chiqib qolamdi texi degan gapni qilmadi. Ularni yig'imiz, qurollantiramiz. Tarbiyalaymiz. Urush qilamiz deyishadi. Ha, bizda insof qolmabdi. Urush g'alaba qilsa jon berganlarga nim beramiz degan so'z hech kimning og'zidan chiqmadi, ha? Talada birlari varqirashdi. Mana urushdi, tillashdi. Xoin, munofiq degan so'zlar anglandi. O'yladi sarasimi, bu nemish? Qalbim o'ylig'i chiqdi. To'rikka ikki odam chambarchas qilib bog'langan. Ondek talib va hiliqi musofir ularni tillab urmoqda. Oy! Bu nemish? İki xoinni tutib oldi. Nadi? Sizlarning darizalaringiz maravatgan yerdan. Yeshanglar, uyga kiringlar.
Xalpitim xonasi qaytib keladi. Talada ochiq shamol qibladan urmoqda edi. Uyga ikki odam qo'llari bog'langan peti elib kiraldi. Ularning yuz-ko'zi yerilgan, burni qanagan, ko'zlari putib, kolpiklari dardiyib ketgan edi. Qo'llarini yeshinglar demagan miydim. Ma'qul taqsir, ili. Heriqi ishkisi qo'llari yeshilgandan keyin boshlarini sangiltib, qo'llarini dumbisi qo'yib, g'alildab titrab, pokiz tushirilgan, yerilgan boshlarini sangiltib o'tirishdi. Söz o'ltiringlar, qani so'zlanglar. Ular yana midirlamay, g'alildab titrab turardi. Balalarim, nemanchi yalan kiyinib oldinglar? Kiyimlarini soldirib yetib, toza soldi xalpitim. Dariziga yuzini yiqib. Abdumarshanjonning odamlarimikin xalpitim. Urg'ininglar bo'lmabdi, balalarim. Bularmi musulmon balalar ekan-ku. Yaxshi gap qilsanglar anglaydi. Qani, kang kushada o'ltiringlar, balalarim. Bizning bu qilg'imiz yo'q, deb yig'lashga boshladi. Ularning biri ko'zlarini o'g'lab. Maranglar, nimalarni deyishidi? Anglab kelinglar dedi. Kim dedi? Arif Kejan. Kim u? Nahiylik hukumatning amallik saqlash bo'limining o'rinbosar boshlig'i. Bo'pti-ku. Mening uyimdan nima angladinglar? Ishima. Namratlarga yaxshi kun tilganmi, gunohmi dedilar. Yana-chu kitob o'qidilar, biz tushunmadik. Yana kimning uyini maradinglar? Kim boqojamning darizlari yemetikka, ishim anlayolmadik. Yana-chu Abladan mollan biriga fursat keldi. Sovet ittifoqi qo'llaganlikka ish ro'noq topmay qolmaydi dedi. Ha, yana Solijonboy xotiniga hozir buncha pul chiqim bo'lgan bilan kelgusda biri 100 bo'ladi dedi. Yana-chu yo'q. Bar yo'q anglig'ininglar mushodimi? Ha. Başliqinglar nimalarni degan edi? O'g'iljiboylari dinniy zotlar o'chirib maxfiy harakat qilib atadi. Ularning maxfiy tashkiloti, maxfiy planlari bor. Har bir harakati, har bir og'iz so'zni inchik kuzatib, har kun soat 12 doklad qilinglar. Muhim xabar kelganlarga mukofot beramiz. Ish xabar aklanmaganlarning oylik berilmaydi dedi. Muhim degani qanday xabarlar ekan? 4 xabar. Birinchi maxfiy tashkilotning ismi, a'zolarining ismlari, planlari, ikkinchi qurol yaroq savdosi, qurolning soni, o'rni, ismi, uchinchisi yig'in o'rni, yig'in vaqti, to'rtinchi sirtdan, sovetdan kirgan odamlar, ularning turayotgan o'rni, aloqa qilishadigan odamlari. Ha, qoltiskan. Mukofot ola oldinglarmi? Men bir qatim, buni 2 qatim oldi. Rost gap qilibmi, yolg'on gap qilibmi? Biri yolg'on, biri rost. Undaq bo'lsa, ketinglar. Buni urg'onlar ahvolni uqmay urib qo'yibdi. Menlar har biringlarga $200 pul beraman. Anglagan, ko'rganinglarni rosti bilan boshliqinglarga danglar. Tashkilot, qurol deganlar yolg'on. Shindobanning yetakchiligida al-omon, jahon tinch. Biz dindorlar hukumatga omad, farog'at tilab duo qilib turmiz. Xalq yaxshilarni himoya qiladi. Xalq o'z xoinlarini o'ng'ayli bilib olaydi, ham ularni jazoni olaydi. Yana bir ish, hukumatning yo'l yo'riqini bizga vaqti-vaqtida yetkazib turinglar. Dariza marosh gunoh. Ishkim har qachon sizlarga ochiq. Ikki payloqchi chiqib ketdi. Madrasa toliblari xalpitimning parastiga oprin o'qidi. Ular endi bizga ishlaydi. Abdumarning qilib yurganini bilib oldik. Balalarim, xoin to'la. Bizning odamlarimiz hech qamlashtira olmasimi? Xoinlik bilan chaqchilik, suxanchilikni qamlashtira oladi.
Bundaq millatning bir ishni bir boshqa elib chiqmaqi qiyin bo'ladi. Xalpitim talablarni uzdab etib ham xushal bo'ldi, turibdi mayuslandi. Xushal bo'lgani yoshlar harakatga kelgan. Uning taravida qilgan bir necha g'iz ma'nilik so'zi yoshlarga tezli ta'sir qilgan. Ular kecha jesakchiligini boshlagan. Ko'ngil mayusligi o'z xalqining tortayotgan azoblari hisobiga Abdumardak odamlarning yayrayotganligi. Abdumarning dastidan necha yuz yillik cho'ng yer egisi Muxtarbay, Ziyoddinbaylar yalangto'y sargardonlarga aylandi. Turmada azoblandi. O'z millatining azobi hisobiga yaxshi kun ko'rish to'liq yerginishlik ish. Mana shu yerginishlik odamlar uning millatidan chiqmoqda. U ko'ngil g'ashligidan qutulish uchun yukinib o'tirib elib kitob o'qidi. Kitob uni o'ziga jalb qilmoqda. Ajoyib voqealar yozilgan bu kitobni yaqinda Tiyibzod Xalpitim akilib bergan edi. Kitobning ismi Zafarnoma. Bu kitobda buningdan 70-80 yillar ilgari Kucha Aqsulada bo'lgan voqealar yozilgan. Rashidin xo'ja necha minglagan qo'zg'olonchilarni boshlab Kuchadan Aqsuga yurish qildi. Ular Aqsuga hujum qilganda manju amaldorlari chidamay bir uyga yig'ilib, birlashib zahar ichib o'lib olishdi. Dastonda xoin Niyoz Hekim qiziq masxir qilingan. Kulani tashlab kiydilar mo'zani. Ko'ring kim ol batniyat mayguzani. Xalpitim qaqoqlab kuldi. Muavin vali Zakirxon xo'jam, muavin hokim Abdumarlar Niyoz Hekim bo'lmay nima? Abdumarning buvi rostila tilamchilik qilgan. Dadisi madrasada eshak bilan suv to'shigan. Ko'mirchilik qilgan. Bugun ularning balasi hokim bo'lsa o'z peshonasi. U bir zolim, rahim shafqat uning dushmani. Hukumat amaldorlariga yaxshi ko'rinish uchun o'gay qizni xarob qildi. Osiya xonimni vayron qildi. Par uchun Ziyoddinni begunoh so'ladi. Uni azdab ularni hukumatga chiqib balalarni otqizdi. Nurini bir yaramliq yigitni o'qish va xizmatdan mahrum qildi. Oxirida Muxtarbayni so'latdi. Mal dunyosini musodara qilg'izdi. Batniyat undan eshib ketmas. Osiya Mutaali Xalpitimning ayolining yaqini edi. Bu ikki xonim parangga tushsa, jonlari yayrab qoqoqlashib kulishib ketishadi. U hozir nalarda sarson. Sirtda to'xular chillashdi. Bo'ron gurkirashga boshladi. Xalpitimning zodila uyqusi kelmadi. Nadandir hozirla miltiq ovozi keladigandek, necha ming'an azamatlar shaharga hujum qilib, otlar kishnishib, odamlar cho'qin ko'tirishib, binolarni urib chiqib, kerilib, tanteniga patmay qolgan amaldorlarni pasqini qollariga milab madrasning ovu Molla Biral she'r yozdigan tashti qipsiga oy yulduzliq islom bayrog'ini qadab, ming'an odamlar Qur'on qo'yilgan o'rindagi org'amchi ostidan o'lsak shehid, qolsak g'ozi deb jon pido bo'lib, dushmanga qarshi hujum boshlaydigandek bilinmoqda edi. O o'yliq chiqdi. Bu o'yliq endi xalqning, balki qo'mondonlik shtab mushu o'yli bo'la. Balki g'oljining quyoshi mushu o'ylidan ko'tariladi. Balki ming'an, o'n ming'an azamatlar mushu o'ylidan vurra varqirab hujumga chiqqan. Allah Taala yaxshi ko'ngil azamatlarga yor bo'lg'ay. Uning yodiga Tönögülla birining hozir turmalarga necha ming'an odamlarning to'lib ketganini. Ularga kuniga bir vaqtla qo'noq umishdan boshqa hech narsa bermasdan qiynayotganligini. O'lganlarni quduqqa ufturliq tashlab, quduq ichi jasad bilan to'lay deganni bir Xanzu Gundupay chidamasdan aytib berdi deb aytganligini yodiga oldi. Uning badani shurkunib, qo'llari titradi. Molla Turdimo turmaga kirib qolgan. U Sabit Damollaning qochqin askari deb tutilgan. Bu vabolchilik u Mahmud Sijanning odami Abdug'ofur Tuanjonga askar bo'lgan. Abduniyoz Maxosan bilan birlashib to'plan ko'tirib 1937-yili mag'lub bo'lgandan keyin askarlar qochib ketgan. Molla Turdi mana shu askarlardan. Uning inisi Safar Axun Chuluq qayda. Ziyoddin bilan billa bag'da ishlayotdi.
Bağ hazır yığılğan. Mana qar yığış ehtimolliqim bor. Endi ular näde turan? Taaliya maktabiga hukumatning ko'zi qadaldi. Chaqquchilar molla turdan tutib bergandan keyin hukumat saqchilari to'polonchilarni yo'shirding deb necha qatim kelib mutaali xalpitimni so'rab qoldi. Lekin Gomindan firqasini hamma yerda quriyotqashqa bir mahal odam tutishni to'xtatib turib olganlik uchun uningga qo'l selinmadi. Har qachon uni tutib ketishi mumkin. İnqilob tezroq bo'lsaydi, turmada o'lgandan jang maydonida o'lgan yaxshi edi. Isit, Shinsay Nanjingga ketgudak. Uning o'rniga boshqa biri kelgudak deyishadi. Uni tirik ketkizib etish 100 ming odamning qisosini nesi qoldirish degan so'z emasmi? U yazliq choyxonasiga kelib supida o'ltirdi. Atili bu uydan ko'chish kerak. Gapiga amal qilishda ulgu bo'lish kerak. Shuncha mol dunyo, shuncha odam to'plashqa hammasi va'da berishdi, qasam ichishdi. Buningga amal qilish kerak. Men mutaoli xalpat birinchi bo'lib bu uydan ko'chishim kerak. Nega? Ma'qul. Taoliya maktabining yanidagi maktabga vaqf qilgan qo'rojoyimning 2 ig'iz uyi bekor. Ijaraga o'tirsam bo'ladi. Buni 10 ig'izliq uy. Cho'ng ho'yla o'z qo'lim bilan yetildirgan ovi bir xo'liq bog' endi xalqning. Darvoza taraqladi. Sayga xizmatchining o'yladiki, hujrasining ishiga tangni g'ichiriladi. Kim? Men Ziyoudin. Ziyoudin? Xushal bo'lib o'rnidan turdi xalpitim. Kalfkam. Ba'musanoy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Pah qo'ldiring to'mirg'o. Bu miltiqma? Ha, saparaxunni bildikan. Pah otlag'i ortivag'ninglar nima u? To'rt otqa ha? Xalpitim ular bilan qo'l elishib ko'rishgach, to'xtamay so'zladi. Bu uning eng ko'p so'zlagan chig'i. U mehmonlarni sariyga boshlab, xotini yotgan uyning eshigini beshin tiqib, "Obistay!" dedi. Xotin darhol lampaning peligini ko'tarib uyni yo'ritdi. "Lavay, tarafga suv tayyor, mana hozir." dedi. "Yo'q, texi boshto'g'u chilnimidi, mehmon keldi." "Yaxshi-ku, Xelichxonni uyg'otay amsa." "Avar qilamizmi o bechorani? Qo'lining bo'lakchili ta'mi bor emasmi?" "Yo'q," dedi dalonga kirgan Ziyoudin. "Birichini choy ichsakli bo'ldi. G'azosiz uyqu kelamdi. Uyqu g'azodan afzal xalpitim. Dakki-dukkida necha kun bo'ldi uyqusiz." "Shu yoqdim shundaqmi?" "Ha, hamma odamning qo'li tayoq to'qmoq, xuddi qoshliqlar to'shqan hovlashqa qo'mirilib chiqqandek." "Nemishqi yovdoq ot bilan mangmay, har biringlar 2 dan ot yetilab, yaylovga ko'chgan molchidak. Bu 6 ot dehqonlarning heli qishqa tog'allari, ustidagi yuk, saparaxun ikkimizning marganligining nishonlari. Nimalar ovu? Orqar, bug'a, ilik to'shqan kakliklarmi yetardik? Texi 4 ulami bor." "Bahoy, mening ular go'shiga amroqliqimni mo bilib bo'psizlar-da. O'qni challiga takkizanaydigan o'xshamamsizlar?" "Shunda xalpitim, yezicha qarg'atishni o'rgandim. Saparaxun qaltismargankan. 100 metr neridan hatto kasanchikning beshiga mo'rilishib takkizganmi bo'ldi. Men hozir uniga yetib qo'piblar." "Mana bu xavring cho'ng sovg'a. Sizlar bizga toza kerak. Atir sizlarni O'sanboy zavodiga avatay. Anvar apandi margan kerak. Ishchilarimni mashq qildirman degan edi." Ular dalandili qizg'in parangga tushib ketishdi. Saparaxun Qashqardan qaytib chiqqan yigit uyga salom bilan kirgandan keyin ular mehmonxonaga kirishdi. "Ha, shoiringdan xabar bordi. Nuri ishga qatim kep ketdi. Balam G'aniga bak yarabdi. Hozir G'anikamning qurolliq odamlari 50 yetibdi. Akbar Boturning qozoq polvonlari 100 ga, Seyitning 40 yetgan o'xshaydi. Nurini ko'rsangiz tuniy olmaysiz xalpitim. Bu G'anidak bastim qilishmaydi. Marganlikda hozir ular basishib etibdi. Ularning xo'rallari xil, 5 otar, ma'uzir. Yigit, yoshab ket. Xalpitim ko'zlariga yosh elib, tizdirib o'tirib duo qildi. "Alloh taolo
o'z panohida saqlag'ay. Xo'rliqni yetkish tortdi xalpitim. Ular bizni hasharat o'rnida ko'rdi. Nima qilsaqmi bu xalq bizga tikilib qaray olmaydi deb o'ylashdi. Oyoq osti qildi, bulidi, talidi, xalqinicha o'ltirdi. Azizlaydigan narsalarimizni tortib oldi. Akam bilan ikkimizning gunohi nima? Men nechiqetim dumbalandim, so'landim. Qari ko'z bolamni otdi, akamni so'ladi. Yer joy, mol-mulkimizni musodir qildi. Hozir akamning uyidan 20 ga yaqin jon sarson. O'g'illari o'z yerini tera olmaydi. Mollarini hukumat olib ketdi. O'zi kirolmaydi. Chiroyli bog'larimizda apyunkash Xitoylar to'ng'iz baxti. Uylarimizda bo'ladi. Daraxtlarimizni kestirib, bog'larimizni taqirlashtirdi. Bog'larimizga apyun targizdi. Etizlarimizga kandir targizib, biz haq kandirni o'litib nashiya satdi. Kilillarimizga kir yo'g'izib, usuzliq bergan bo'lib behush qilib nomusiga tagdi. Ushkili nomusda sirtmoq esilib o'lib oldi. Mahallining xalq suv ichadigan o'stingida to'ng'izlarni uzdirib, kir yuyib, suv betir mag'zab qilib atdi. Xalq zodili chidamadi. Mana shunda pichoq so'ngaki yetganda bir kech G'anikan bilan Nurila kelib, apyunkashlardan oltisini etibdi. Bola vaqtlari tikibdi. Hamma balaning beshi Abdumar bo'lg'ashqa, Abdumarning o'ylariga o't qo'yibdi. Bular voy bu haqni qarishtirib olaydigan deb qoldi. Qarishtirishni-mo cho'ni ko'rsatimiz xalpitim. Ular bilib qo'ysin. Bizmi odam, vijdon egisi. Biz ularga qisos ola olamiz. O'zimizni qo'g'diy olamiz. Sallarni yo'qta olamiz. O'z erkimizni qo'limizga ola olamiz deganlarni bildirib qo'yishimiz kerak. Biz Sabaroxun ikkimiz 100 dan dushman o'ldirishga qasam ichishdik. Qasamga vafo qilmasak biz odam emas. Xalpitim, siz qasamimizga ega bo'ling. Biz Qur'on tutib qasam ichmoqchi. Tarat elib 2 rakat xolis farz namoz o'qib qasam ichimiz. Xalpitim, siz bizning otimiz. Siz bizning namozimizni tushirib qo'ying. Biz bugundan boshlab jangga otlandik. Parvardigor madad bergay. Men boya xiyolimda mo'shundoq azimatlarni ko'rgan. Mana hozir xiyolim rostga aylanib turibdi. Mening qisosim Ziyodunnikidan ko'p, dedi Tarmush qatrangi Sabaroxun tomirlari ko'pib turgan qo'llarini shalvur kiygan tiziq qo'yib. 8 jondan men bir qoldim. Bundan 9-10 yil ilgari 2-oyda Qashqarni Maxosan 7 kun qirg'in qildi. Maxosan degan to'ng'iz oxir putirib tura olmadi, lekin yuragimizni qon qildi. Mana 10 yildan beri men sargardon, akam turmada. Bilmayman, hayotmi, o'ldimi? Anlasam turmada tilini kesib, ko'zini o'yib qiynaganmish. O buqildab yig'ladi. Muxtar kam Urumchi turmisida, u yerda mo baq qiynaydi ekan deydi. Bechara akam hayotmidi? Ziyodunmo beshini sangiltib yig'lashga boshladi. Zolimlik sizlarni botir qilib yetildirdi fikrlari. Zolimlik bo'lmasa botirlik nadin keladi. Zulm bo'lmasa inqilob bo'lmaydi. Inqilob sizlarda qahr g'azab ichiga patmayotganlarning harakati. Sizlarga kelgan kun, xalqimizga kelgan kun. Nini azamatlar bularning qiynashlari, qotilligi bilan jinidan ayrildi. Ular qon qarzga bo'g'ildi. 100 ming odam, 100 ming aziz jon begunoh o'ldi. O'lganlarning hammasi gunohsiz. Jinoyatchilar o'lim kelsa, eng burun shingsay. Li Yingchi, Liu Bingdilarga kelishi. Chiusiling, uning o'g'illari heliq buzuq qizi darg'a esilish kerak. Mana bu haqiqat. Lekin fikrlarim, zolim hukumatda haqiqat bo'lmaydi. Xuddi munofiqda insof bo'lmaganday. Ular zo'liqqa qush go'shtlari bilan qo'rdoq yeb, choy ichgash, shikoyat, dard to'kish va qasam ichishlar bilan tong etib ketganini to'ymay qoldi. Azon anglandi. Xalpitim taratga qopdi. Shahar ichi madrasa jamoasi odamlar bilan jama peshayvini, masjid donini, kalash, po'poshlar bilan to'lgan.
Мәзін ақырқы қетім салават оқып болып, пәтісі бір еніға түшілген yoğan ақсәлісіні еліп қарны қақты. Tuncu qarı ləpəldəb yağmaqda. Koç-koçulardan adamlar top-top bulub məscid tərəfgə gün çıxış qarıgan, üstü pəştaqlıq, köxüş bilən yasalğan dərvazı qarab axmaqda. Şəhər içi su dərvaza, dəng dərvaza, toğur kövrük puxraları öz məhələ məscidlərinə girməy, mədriskə axmaqda. Bunun səbəbi tönügünkü tərəvədə qubbəgə mütəali xəlbtim özü çıxqan. Taliblarning Subuhan azim izzati valni o'qishini ajoyib yaqinlik bo'lgan. Xalqdan hech qachon Qur'on Karimdan g'azab, erkinlik uchun jon pido qilguvchilarga jannati firdavsning eshiklari ochiq. Farishtalar ularni ko'tirib akkirdi, deydigan surlarni tepib o'qimagan edi. Axsham o'qidi. Har bir oyat va uning tafsiridan keyin yig'i aralash haq, barhaq İnşallah degan ovozlar taraf-tarafdan anglanib turadi. Xalqdan qubbida o'ltirib, Madina yenidagi yurishda qurbon bo'lganlar to'g'risida. Hazrati Abu Bakr, Ömer, Osman, Ali Murtazalarning Rasulullohning farmonlarini bajo keltirish yo'lida qilgan janglari. Bo'libmi Xudoning shiri yigitlarning yigiti Hazrat Ali raziyallohu anhuning islom uchun jang qilib, oxirida islom yo'lida bir murtadning qilich ostida qurbon bo'lganligi. Quraysh qabilasi uning o'lim bilan texmi qattiq qo'zg'alib, arab yerim oralida diniy islomni g'albiga erishtirib qolmay, uni Bag'dodga, Basir, Quddus, hattoki Tehronga, dengiz atlab Hindiston va Hindichinga tarqatganligini. Bu jarayonda payg'ambar Rasulullohning so'zini hammaga o'lcham qilganligini, o'zining jinini payg'ambar uchun ataganlarning hamon g'olib keladiganligini ta'sirlik, tushunishli qilib so'zladi. Xalq uning nima demoqchi bo'lganini tushungashga, bugun Bag'dodga, ya'ni shu madrasaga taravadan necha silab ko'payib eqib kirmoqda edi. Xalqdan bugun qubbiga Abla damolla bilan damolla rozi xalpitimni taklif qildi. Bu ishga zot shunchalik so'zman ediki, odamlar hozirla o'zlarini o'q yig'ayotgan jang maydoniga otadigandek. Hozirlar quruq qo'l bilan do'tayyamulga, saqchi idorasiga, haram hujum qiladigandak harakatga keldi. Jenimiz pido, amini bir uli, hozirda yepilaydi. Azat qilmagan musulmon to'liq musulmon emas. Arqadan xalqlar o'g'illarini mol dunyo qo'lidagi borligini, istiqol uchun ataydiganligini bildirib, taraf-tarafdan varqirashdi. Eng oxirida mutaali xalqitim so'zladi. Ehtiyot qiling'oy. So'z harakat, mengish turish va bodikaldilarda ishonch bo'lmagan odamlarga zodi sir bermaslik kerak. Sir saqlash imonning pokligining belgisi. Buyruq bo'lmoqchi qo'zg'almayli. Qurol tayyorlayli. Doim buyruq kutib turayli. Bir kuni shaharda 3 poy o'q etiladi. Mo'sha madrasaning pashtiqidan 3 poy o'q ovozi anglanadi. Orqadan O'sanboy zavodi go'dik beradi. Shu chaqda qo'limizdagi tayyorlagan qurollarimizni elib, madrasa o'ylisiga yig'layli. Kimdi-kim xoinlik qilsa, sotqinlik qilsa, qachonda qandoq yo'l bilan saqchi idorasiga do'tayyomlik mangsa bizning odamlarimiz shu hamon ularni tuta oladi. Anglamadim demanglar, bizning payloqchi azimatlarimiz hukumatnikidan ham ko'p, ham chivar, ham qahramon. Xoin, sotqinlar har qachon, har joyida o'lib. Ziyoddin bilan Saparaxun hech qachon bugungidek jonlanmagan. Ular hozirla buyruq bo'lsa-di, ha, deyishib taqazzo bo'ldi. Buyruqni kim beradi? Xalqim sir saqlash imonning pokligining belgisi deydi-ku. Bizga demaydi-da. Teri zavodiga ishchi bo'lib kirgidakmiz. Kechisi shaharning sirtida, suydan tarafda ishchilar miltiq etish, o'mlash, boshni yo'chirish usul to'g'risida bir o'ris ta'lim bergidak. Buyruqni o'risadan bo'lamdi qandoq? Nadim bo'lsin, mayli, so'qishli bo'lsa bo'ladi tezroq. Qo'tan masjid, Oqsuv masjid, Xoniqa,
Qozonchi, Haramboq, Qarado'q, To'pido'q, Aydoq, Do'mahala, 3 darvoza. Mush masjidlarda bu madrasadagidek cho'ng dog'dug'i bo'pti. Fidoilar 840 yetibdi. Bugun sahar zonim masteri bilan yana bir no'g'ay 2 o'risini elib 40 ming qo'y, 7 ming ot va 3 ming sar oltinga qurol tegishga chegaraga minibdi. Ishlar yurishyapti. Shunchalik mol dunyoga qanchalik qurol kelar? Bilmayman fikrlarim, ammo lekin o'rislar qurol yaroq. O'q dorini azam bermaydi, to'limi qimmatga to'xtaydi. Amal yo'q, qimmat bo'lsin olimiz. Xalptim, senga yomildan 2 yoy kapti. dedi xizmatchi oldirib kirib. Karason, dedi Xalptim andili uxlamanay deb turganda kelgan xabarchiga norozi bo'lib asnab turib. Uyga qilich tapancha asqan 2 yoy kirdi. Ziyodim bilan Safar oxun miltiqlarini qo'llariga olib oshxonada tayyor turishdi. Xo'p, qani yigitlar, qandoq amrlar borkin? Bugun hozirla. Sening buning zalida yig'in. Majlis bo'ladi ekan, seni taklif qilib. Kulrang paxtaliq chapan ishdan kiyib, putiga matadan go'jay o'rab, bajingir kiygan bir Uyg'ur, bir Xanzo yigit doduqlab so'zlashdi. Doim chiroyli taklif bilan opirib, turimiga soladigan ishlar bor bo'ladigan, dedi Xalptim qo'pollik qilib. Ro'z Ramazon, borolmayman. Bormislar bo'lmaydi ekan. Urumchidan boshliqlar kelibdi. G'o'ljidagi cho'nglar bilan suhbatlashadi ekan. Lekin xo'jam fikrlarini biz elib boramiz. Xo'jam nima dedi? Kalas qo'shtirib seni elib olmoqchi. Bo'pti, amsa. Ya Xalptim, bormislar? dedi Ziyovuddin oshxonadan yugurib chiqib. Yolg'on aytdi bular. Yo'q, rost. Yayla uduqdi. Yaxshi tunib ol bularni, dedi Xalptim Ziyovuddinga. Yaxshi kunning yomoni bo'lib qolsa, mushikisidan hisob ol. Yo'q. Biz bu rost. Askarlar qo'rqib duduqlashdi. Dotayamning hovlisidagi usti qongaltir bilan yepilgan bir qavatlik yig'in zali Xalptimga to'limi tonish. Xo'jam bilan ikkisi kirib edi, zaldagilar o'rindan turishib salom berishdi. Oldingi qatordan beshiga ushliq muzika yegan, qama yaqiliq jo'sini yepinchaqlab olgan inchki burutliq biri ularning oldiga keldi. Harbiychi chabdas kiyingan, tapancha asqan, shinsayni do'rab chaqqan burut qo'ygan harbiy qo'mondan boyiq kishini Xo'jamlarga tanishtirib, o'lkilik firqining mas'ullaridan Jiang Wenyanjang o'z avatgan alohida vakil Huang Rujin apandi deb tanishtirdi. Ondan Xo'jam bilan Xalptimning qo'llarini tutib kulib turib, G'o'lji taranchilarining eng hurmatli odamlari, lekin ba Xo'jam mutaoli Xalptim. Xinjiangning cho'ng ishlarida bu kishilarning to'pis to'limi cho'ng, dedi. Huang Rujin uzoq so'zladi. U Go'mindan firqasining adolat, taraqqiyot va baxt saodat uchun kurashkichi eng odil partiya ekanligini, 3 maslak, 6 buyuk siyosatning ahamiyati, Junguning taqdiri degan kitobning mazmunlari ustida to'xtaldi. Bu yil 1-oyda o'lkilik firqa rasmiy qurilgandan beri Xinjiangga 10 yildan beri qadalmagan partiya bayrog'i qaytadan qadaldi. Biz katta tabriklash yig'ini ochdik. Go'mindan markaziy hayotlaridan Ju Xiaoliang, Jiang Jut, Liang Hanshao apandilarni partiyamizning Xinjiang firqasining qurilishiga nazorat qilishga Jiang Wenyanjang o'zi avatdi. Shangdoban janoblari Xinjiang firqasining raisi Peker Huang Rujin Markaziy universitetining professorligini qo'yib, firqaning shujijangi bo'ldi. Go'mindan firqasi qurilgandan beri Xinjiangda millatlar ittifoq, jamiyat tartibi yaxshi bo'lib, adolat, samimiylik, mehribonlik gavdalandi. Partiyaning odilligi isbotlandi. Uning so'zlari to'limi dabdabalik bo'ldi. Oxirida u 3 maslak degan kitobning uyg'urchisini egiz ko'tarib, bu kitob partiyamizning angushtiri. Bu kitob uyg'urchaga tarjim qilindi. Har birlariga bir nusxadan tarqitib beramiz. Masjidlarda cho'qim jamoatga o'qib bersalar.
dedi. Çoxum o'qiydi, çoxum o'qitimiz. Dedi so'zlar yaqiliq Jova esil quloqchisini ko'ziga cho'ktirib kiyib olgan Abdumar o'linib bor qarab. Kimdi-kim o'qimasa, biz o masjidning imomini jazolaymiz. Yo'q, dedi Xongrojin beshini chayqab. So'rikilish paydo qilishga bo'lmaydi. Zaruriy inoqlik, odillik va samimiylik. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anlatılayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atga anlatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz. Beliqut xazinesi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Beliqutdan bil. Beliqut xazin